Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan azki nomeri 1 Julian yangisi borga so'raganlarga yangisi borga qilib berishga harakat qilaman. O'zimni eskisi bor ekan. Zo'r hali ham o'zim qo'llab ko'rdim, hali ham ish berdi. Ya'ni oltisi bor ekan. Lesda magitskiy sapor kerak. O'zlaringiz bilasizlar, magitskiy sapor hozir oblamleniya bo'lib kuchaygan. Keyin pat, ya'ni magitskiy ham speed beradi, ikkinchisi meteor, oq qilich va kristal, oxirida vampirizm uchun ham magitskiy uchun ham HP uchun bu zamorozka va besmертный vaziyatga qarab olasizlar. Garochi Rosigol, meteor, Vintalker sizlarga kerak bo'ladi. Kristal katta magitskiy uron, HP va vampirizm. Asosiy holatga o'tdi. Qo'llar ishlatib ko'rasizlar degan umiddaman. Yana svorkalar chiqaraman. Mana shu o'zini holatiga qo'yib turib tersaylar ham bo'ladi. Keyin almashtirib tersaylar ham bo'ladi. Vaziyatga qarasizlar. Обязательно mana bu narsa esdan chiqmasin. Jungli va Brust. Bu svorka uchun juda kerak. Jungliga ishlashlari uchun Brust bu konchini qolib ketgan giroylarni tez o'ldirib yuborasizlar. Pranzakani vazifasini bajaradi, tez jonni o'pirib yuboradi jungli. Farmlaringiz pizdes bo'lsa, juda ham yomon kerak bo'ladi. Laykni, kommentni, prosmotrni qadishgan ayamaysizlar. Xudo xolasa YouTube'da ham, Instagram'da ham 100 mingta bo'laylik. Yeah,